Motorman Jidimna, siz ko'p yillik tajribaga ega mutaxassis sifatida, ona, buvi sifatida, yoshgina buvisiz, buni ta'kidlab o'tish kerak. Buvi sifatida bilasizki, chaqaloqning yotish normalari bor. Ya'ni kechki, kunduzgi uyqulari bor. Lekin ko'plab onajonlardan eshitamizki, bolam kechasi bilan umuman tinmadi, uxlamadi, chinqirab yig'lab chiqdi. Va shunaqangi holatlarda onajonlarimiz meditsina xodimlariga murojaat qilganlarida shunchaki tinchlantiruvchi dorilar bilan cheklanishadi va ming afsuski aytib o'taman, mani tajribamda ko'plab ko'rganman. Tinimsiz tinchlantiruvchi dorilarni onalar o'z boshimchalik qilib vrachdan so'ramasdan bardavomiy berishgan, qaysidir ma'noda tinchroq uxlashi uchun va bu oylab davom etgandan keyin ming afsus bolada orqada qolishlarni olib keladi. Shu savolimki, bola tashxisli bo'ladimi, sog'lom bo'ladimi, massaj uyqusini yaxshilab beradimi? Конечно, yaxshilaydi. Massaj qilinganda, o'zi massaj nima degani? Biz hamma vaqt o'rganib qoldik, medikamentozni yugurib ketamiz. Mana, yig'ladimi, tinchlantiramiz. Masalan, Xitoyda yoki mana bu sharq mamlakatlarda aptekalar bunaqa ko'p emas. Ular tabiiy harakat qiladi. Ularda massaj, bu banочный igloterapiya, mana bu gerudoterapiya, mana hijamalar ham qo'llashadi. Lekin bizda afsuski aptekalar ko'p. Siz aytganingizdek, bir marta назначение qildimi, mamashalar ha o'shanda balam tinchlandi. Shu bachaga beraversam, постоянно спокойно bo'ladi deb o'zlariga qandaydir решение topadilar. Tak u davomiylik ichgandan keyin bachani постоянно bu narsaga nootroplar o'rganib qo'ygandan keyin bachani u holatdan chiqarish ham hali. Uni hech kim o'ylamadi. Massajni foydali tomoni teri orqali, teri usti orqali biz nervniy sistemaga ta'sir qilamiz. Boyaga aytganimizdek, autizm temasiga qaytsak, autizm bachalarda постоянно kortizol gormoni oshib turadi. Ular yo qochish, yo nima tarafda turadi, постоянно возбужденный bo'ladi. Nervniy sistemasi tarang, напряженный. Agar to'g'ri massaj qila bilsangiz, boyagi podходini qila bilsangiz, to'g'ri massaj qilinsa, bachalarda gormoni удовольствия. Agar to'g'ri massaj qilinsa, serotonin, endorfin gormonlari ishlab chiqariladi va bola o'zi tabiiy tinchlanadi. Massaj olgandan keyin qon aylanishi yaxshilanadi. Shuning uchun massajni любой bolaga ahamiyati katta. Albatta massaj olmaydigan holatlari ham bo'ladi. U narsani исключать qilmaymiz. Tana harorati baland bo'lsa yoki terisida biron xil toshmalar bo'lsa, biz massaj qilmaymiz. Yoki boyaga shamollab turib, virusli infeksiyalari bilan kelib turgan bolaga massaj qilmaymiz. Мы даем ребенку отдохнуть, o'ziga kelib, yoki bo'lmasa прививкаdan keyin massajga olinmaydi. 3 kun davomida прививочный bolalar massaj olishni tavsiya qilmaymiz. Aynan autizm kelganda massaj zo'r foyda qiladi va aytganimdek, teri orqali to'g'ri miyasiga ta'sir qilamiz. Nervniy retseptorlar bor. Har bittamiz terimiz ostida, har bitta bo'lakchalimizda nervniy retseptorlar bor. Shu o'rinda aytib o'tamanki, bizni bolajonlarni ozgina bo'lsa ham his qilishni istasangiz, ular atrofni qanaqangi qabul qiladi degan savol sizda bo'lsa, shunchaki ko'zingizni yumib, uyingizda yura olasizmi? Sinab ko'ring bu testni. Javobini kommentariyada kutaman. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, tashxisli bolajonlarimiz hayoti siz va biza qabul qilganda qabul qilmadi. Atrof muhiti siz va biz his qilganda his qilmadi. Oddiy misol, siz ko'zingizni yumgan holda uyingizda bemalol yura olasiz. Svet o'chganda qayerda nima borligini bilasiz. Lekin bizning bolajonlarimiz 80% holatda qayerda nima borligini bilishmaydi. Yoki siz ko'zingizni yumgan holda nimani ushlasangiz, bu nimaligini bila olasiz. Bizning bolalarda esa bu narsa biroz qiyinroq kechadi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman. Mana bu autizm bolada ras spektrli bolalarni qanday qilib, men har safar aytaman, mana shular ранняя реабилитация. Juda ham muhim narsa-da bu. Ранняя реабилитация degan nima? Chaqaloqlikdan autizmga yaqinroq bola, spektrli bola bo'lganini bilish mumkin. Faqat bu narsani в основном ayol kishi o'zi kuzatadi, otalar ishda bo'ladi, uni qanday выяснить qilish mumkin? Mana chaqalog'ingiz 3-4 oylik. Siz o'sha 3-4 oylik bolada bemalol ko'ziga qarab kommunikatsiya qila olasiz. Mana kulsangiz sizga kuladi, jilmayadi.
bu tomonga qarasangiz bola sizni kuzatib boshchasini buradi, ko'zchalari bilan nazorat, vнимание обращать qiladi. Autizmi bor bolalar, chaqaloqlar o'sha narsani qilmaydi. Autizmi bor bolalar onasiga intilmaydi. Kesin qilganingizda 3-4 oyli bola уже ko'p ketsa 6 oyli bola kesin qilganingizda qo'lchalarini uzatishga harakat qiladi. Lekin autizmi bor bolalar, chaqaloqlar u narsa qilmaydi.